Yozingizda qoida bor ekan. Mahrajida 10 ning darajalari qatnashgan kasrlarga 10 li kasrlar deyiladi. Ko'ramisiz? Qani, tushuntiraman shu. O'zi bilasiz 10 li kasr virgulli son. To'g'rimi? Bo'lmasa 6,25. Buni bilasizmi 10 li kasr ekan? Virgul qatnashsa bilinglar 10 li kasr. Endi bu narsani biz 6 ga o'tirgan vaqtimizda yana 25 yozib turamiz ekan. Keyin 1 ni yozamiz ekan. Virguldan keyin nechta xona bo'ladi? 2 ta nol yozamiz ekan. Agar virguldan 3 ta xona bo'lsa, 3 ta nol yozamiz ekan. Yuqorida 6251. E'tibor beringlar. Buni mahrajida 10 ning kvadrati bor. Buni mahrajida 10 ning kubi bor. Ko'rdingizmi? Haqiqatan mahrajda 10 darajasi qatnashsa, bularni oladi ekan, 10 li kasr bo'ladi ekan. Hali bu 10 li kasrni 6 kasrga o'tish qo'ygan, Prosta bitta qoidangizni ma'nosini tushuntirdim. Tushundingizmi? Shuni misol tariqasida yozib qo'yinglar. Misol tariqasida yozaman. 10 li kasrlarni oddiy kasrga o'tkazish. Bir qancha 10 li kasrlarni chiqaman. 1,6, 0,8, 1,128, 61,12 yana. Shuni kasrni hammasi bilan mesela oddiy kasr o'tkazamiz. Diqqatli bo'lish. Buni o'qilishini bilasizmi? 1,6. Mana bu o'qilisizlar? 1,6. Shuni yozamiz. 1,6. Misol ham shunday bo'lmaysiz? O'qilganini yozdim, bu tamom. Nima bo'ladi? 0 yazacağız bilasizlar. 10dan 8. Bo'ldi. Buni o'qib. 1,128. Hamma shunda. Buni o'qimaydi. 100 tushunmadingizmi? Endi qaraman, buni yana bir yo'li bor. Masalan, shunda 16 deymizlar. Pastda bir nam yozasizlar. Virguldan keyin necha xona bo'lsa, shunchadan nol yozadi. Nechadan xona bor? Bitta bo'lsa, bitta nol yozadi. Bu. Tushundingizmi? O'zi bu tayyor yozildi. Buni ko'ramiz masalan. 1128 da deyib qo'yasizlar. Pastda bir nam yozasizlar. Virguldan keyin necha xona bor? 3 ta yozasizlar. Nol yozasizlar. Tushundingizmi? Buni biz boshqa tarafga olgan bo'lsak, noto'g'ri kasrni kechasiz. Aralash kasrni noto'g'ri kasrga o'tkazib desak ham bo'ladi. Qiyinmi ekan? Osonmi ekan? Qanday rozi bo'lmay kasrdan oddiy kasr o'tkazishga dazimizda, yana shuni olamiz. Mayli yana turaman. Endi oddiy kasrdan 10 kasr o'tkazamiz. Masalan, 1 taqsim 5 olsun. 1 taqsim 20 olsun. 7 taqsim 25 olsun. Şuların hammasini istablansa 10 kasr o'tamiz. Hamma qo'lli bo'lgan usul bor. Oddiy usul bor. Siz bilasiz, 1 taqsim 5 degani 1 ni 5 ga ishlataman degani bo'laman degani. Ya'ni shuni 1 ni 5 ga ustun shaklda bo'lamiz. 1 ni ichida 5 bormi? Ibra bir nol qo'yib, ibra bir nol qo'yamiz. Qoidada bor bilasizlar. Mancha bilasizlarmi? Masalan, maktabga ketgan ustozlarimiz. 10 ni ichida 5 necha marta bor? 2 marta. 2 5 10 olsam chamari 10 o'rinli bo'ldi. Demak, javobchi siz 1 taqsim 5 ni 10 kasr o'tkazib bo'ldi. Finalsam osonmi ekan? Endi 1 taqsim 20 masalan, 1 ni bo'laman 20 ga. 1 ni qo'yaman, hali yetmadi u. Yana 1 ni qo'yaman, yana 1 ni qo'yaman. Endi yetadi. Yetadi. 5 bilan 20 ko'paysa 100 chiqadi. Olsam 0. O'rinli bo'ldi. Demak, javob 0,05. Savolingiz bormi? Hamma tushunib oldimi? Keyin 7 taqsim 25 bo'lsin. Bu degani 7 ni 25 ga tashlashga degani bo'lish kerak degani. Salom, o'ting. Kecha hamma yaxshi. 7 ni ichida 25 necha marta bor? Yo'q, 1 ni o'zgaramiz, 1 ni o'zgaramiz, necha o'zgaramiz? 2 dan 1. 2 bilan ko'paysa necha? 50 bo'ladi. Undancha 20. Keyin 1 ni qo'yib beraman, nechaga o'tadi?
Ha? 820 metre ama doğru ettiniz. 8, 5, 44, 47, 8, 16'ya dövülençe 20. Alsam çıkar. Şuna da bakalım. Sağ ol yok mu? Sağ ol. Teşekkür ederim. Yaşına. Evet cevap geçerken nöbetün 28 eken. Kim düşündü? Koçyarsın kan düşünceler. Vay malades. Hemen düşündüm akı. Malades. Ama onu düşündü ise. Lekin aşımdan anlatırsanız, arkadaşlar kesinlikle koşun ben gidiyorum. Şunlar mıydı? 100. İnan, karan. 28 taksam 100 doğru mu? Bunu anlatır kaç kadar benim? 7 taksam 25 oladı. Öyle benim. Çündüz. Bu katta sigir bolalar bu ki. Kıskada sana sen evet konuşlar. Çündüz yani. Sağlık mı? Kimin ise olanlar var. Karan. 7 taksam 100 dedim mesela. Şunu onu kese ölçüşelim. Savunun usulü bilirsin. 7'ni 100'e bölersin. Bu iki edet. Çündüz uzun. Şimdi yine bir yolu var. Yine bir yolu var. Şu Albistan'ımızı 10 derecelerine bölüye vaktimiz, şunun bir asan usul var. Özü bölü var mı? Bu 7 degeni bu, 7 bütün nöl degeni bu. Şuna düşün yapınız. Çünkü sen 7 bütün nöl. Bunun işi çep ve 10 taraflarında nölle dikili batıktı. Gerekli işe dediler hem bak. Çünkü sen yapmayız. Bilin ne ister? Mesela 7 degen san, o fakat addigine 7 demez o. Şunu insan olur, şunu düşünsen şunu. İndi aslen şunu 100'e böleceksen kadar. 100'den içine öyle bak. Şu 2 tane xana arka arkaya değişiyor gün. Şöyle geldi şunda. Hemen şunu aldı mı? Şunda nöl bütün, nöl 7 olur. Hemen şunu aldı mı? Demek ki şu 7'ni, şu 10 derecelerine bölüyen vakti, neçen öyle olsa, bir üçüncü tane çeper sürüşedeyken, hemen şunu da. Ya bu olsa savalı ne? 25 taksam 1000 olsun. Bana 10.000 olsun. Bu 25'in sırası şetiş gerek, biraz kuruş gerek. Düşünün nerse bu da boylaş gerek. İbaladan öyle şetiş yaptı, bir de yaptı. Çünkü hani bölüm tutmaz böylesi. Neçe tane öyle var şunun? 4 tane öyle var. Neçe tane çeper? 4 tane çeper. Kan kaytamız. 1, 2, 3, 4. Şöyle gelen bak şunda, nöl bütün. Nöl, 25 olur. Çünkü izlemeyiz. Kim düşünmeyi tuttu? Sağlık olsa belirli. Sağlığınız yok mu? Şimdi yine sağlığınız size. 8 taksım 10. Ne diyeyim bu? Nöl bütün 8. Değerli oylanır benden immün hesabı iballadı iş üniversitede, var iş üniversitede oylanır değerli. Virgül bir kanal kaysa, nöl bütün 8 iballadı ki yazılmayı ben ki. Cümlet. Sağlık mı? Hemen şunu mu? Yaxşı. Mana bilgeniz. Hali bu narsa gelen kaytamızda, yani 10 kəsrini, 10 derecelerini köpəydiriş ve bölüş gelen düşünce var. Hali bilgeniz var işte, mamanız. Demek, buna əməz varsa, kenkini davam edelim. Düzəmizin bilgenimiz, 10 kəsirlərini 10 derecelerine köpəydiriş ve bölüşünü bilgenimiz. Bu zor narsa. Özü 10 kəsir deyən mövzumuzda oynamalısınız, kuş balış bilgensək, köpəydiriş bölüş bilgensək buldur. Bundan əldə öyrənişiniz şərt və zarur bu an nərsələ cürgür. Mesela hazır ana 10 kəsirini adli kəsirə ölçüşünü öyrəndiniz ki, adli kəsirini 10 kəsirə ölçüşünü öyrəndiniz. Başqa ki, o anamını getdikən gördünüz, doğru mu? İndi hazır sizlərdən şunu yenə təkamüllaşdırıb öyrənib aldınız. Karam. Mesela bizə də şunu üstü alalı, nöl bütün bölü 28'ni, köpəydiriş gərək 10'u buna. Şunu hep sual verirler. Ya bu olsa nöl bütün bölü 28, köpəydiriş 1000 de sual verirler. Savada ikisinin farkı var mı? Yok. Farkı var mı? Farkı yok çünkü 10'luk ve 1000 katlarız. 10'un derecesinden neçe katlaşkan? 3 mü? 1'den 2 3 tane nölü var. Hemen şuna ha. 10'un derecesinden gel 5 katlaşkan neçe nölü var? 5 tane nölü var. Şunu anlarsın. Hasıl demek kalanı yaxşılar işte. 10'un kəsirini, 10'un derecelerini köpəklərinə vaxtımız, virgülümüz 10 tarafa süşər. Bölgəndə çəpə süşər, yəni az aytdım, çəpə süşər doğru. İndi bunda köpəksə 10'a süşərəkən, bölünsə çəpə süşərəkən. Ne işdən öl başı ödə? 3 tane öl var. Demək virgülümüz 3 tane xana 10'a süşər. 1, 2, 3. İşine geldi virgül. Virgüldən ki iş yok mu? Yazmadığını istemiyorum. Demek cevabım çoğaldı. 128 oldu. Bu an xuddi shu narsa bo'ladi. İkisini yazılışı har xil bo'ladi, qiymati bir xil bo'lib qolaveradi uni. Tushundingizmi?
Ya bo'lmasa savol belgilaydi. 0 butun, yaxshi, 6 butun 125 ko'paytiruv 10 ni kvadrati bo'lsin mesela. Necha xona 10 tushadi? 2 xona tushadi. 612 butun 5 bo'ladi. Aha. Hamma tushunib oldimi? Savol yo'qmi? Endi ko'paytirsak 10 tushishini bildingiz. Bo'linsa nima qilamiz? Masalan, 0.7 ni bo'ljayman 10 ni kvadratini. Nechta 0 bor 10 kvadratida? 2 ta 0 bor. Virgul chapasi tushadi, necha xona chapasi tushadi? 2 xona. Qaranglar, bu 0.7 nimi? Dayol xayolimda 0.7 degani yimni ekanligini bilib oling. Mana. Bo'ldi. Bor chapasi tushishigami? 1 2 ishora tushadi shunday. Ishora tushadi. 0.007 bo'ladi. O'rgandingizmi? Savol bormi? Qiymasmi? Endi qaranglar. Agar 0.2 ni men 1000 ga ko'paytirsam, necha bo'ladi? Virgül olmaz tusham, chapasi tusham qilaveraylik. 2000. Nima tushar ekan? Ko'paygan vaqtida. Ko'payganda 10 ga bo'ladi. 10 tushar ekan, ma'lum. Demak, bir xona 2 3 savol beraman. 2 dan keyin nima qo'yishim? 3. Voy, 200. o'ylab bering, qayta o'ylab bering. B dedim. 2. B 200. 2 dan keyin nima qo'yaman? 2 ni qo'yaman. 200. Yani ben hozirdan shunday savol berib turibman. Imindab o'tirmayin, deya yashamasdan deb turibman. Tushunarli bo'ldimi? Xayolimda o'rgan shu narsani, ha, immunizmda nollarni qilib oldim. Chanoni kerak men hozir shuni o'ylanaman. Agar qiynalsa bo'lsangiz, yo'q, yozib beramiz qaytadan. Bunda beramizdan ibondan nollar bor, fondan nollar bor deb o'ylaymiz, tamom. Hozir 3 xona 10 tushishiga 1 2 3 ishora keldi. Tushundingizmi? Demak 200 ni o'zi bo'ladi ekan. Savob. Tushunarli bo'ldimi? Agar qiynalsangiz ham deb yozishim mumkin. Hech qanday qiyin yo'q. O'rgandingizmi? Bo'ldi, zo'r. Endi sizlar bilan yana bir narsa o'rganamiz. Shu mavzuni yana bir tarafi, boshqacha holatda o'rganamiz. Virgulni surishni o'rganamiz aslida. Virgul surishni o'rganamiz. Masalan, 0.007 bo'lsin. Men sana savol beraman. Mana shu virgulni deyman, ishora kellik berdim. Ya'ni 3 xona 10 surishni deyman. Tushundingizmi sizga gapim? Savol bu 3 xona 10 surishi uchun men buni ko'paytirishim kerakmi, bo'lishim kerakmi? Nima ko'paytiraman? 10 ni kubini. Endi sizlarga savol. O'zingga o'zing ko'paytirib bersam shuni? Yo'q. Uni yo'qotib qo'yish uchun uni shartga qo'yish kerak, bo'lib ham qo'yish kerak. Qisqarib keldi va chiqaratni berish uchun. Tushundingizmi? Tushundingizmi? Prosta ish narsani o'zi turadi. Sen o'zing ishni yozib turmaysan-ku. Yazdım ki yok atışlarını olmadan koş gerek. Böyle ben koydum. Kıskanıp gelse belki sanmamızda üzerine verdik. Tamam. Yine karattım mı? Yine bu 10'lu kubunu bize buna köpeklere baktığımız. 1 3 xana neye düşerdi? 10'a düşerdi. 1 2 3 3'e geldi. 0.7 buladı. 0.7 taksim 10'lu kubu buladı. Çünkü zaman mıyız? İşte bir taksim 10'lu kubunu döndürseniz de dereceye ne çıkardı? Dereceye ne çıkardı? Pastdagi 10 kubini yuqori chiqarsangiz darajani chiqadi. Minus chiqadi. 10 ni changi soat shunda? Minus 3 bo'ladi. Yozishmadimmi? Ha? Tushundingizmi? Demak, yaxshi bilasizlar, bu kala qilmoqsizlar. Men qo'lgizman 2 ni minus 3-chi bo'lsa, masalan, 1 taqsim 2 ni kubida sizlar bilan o'tgan dars o'rgandik bo'lsa. Yozsa bo'lsa, to'g'rimi? Demak, shu narsani döndersangizda darajani ochiqar ekan. Ana, 1 taqsim 10 ni kubini döndergan vaqtda darajani ochiqdi. 10 ni minus 3-chi. Menga chiqdi. Tushundingizmi? Demak, xulosa chiqaradi. Bu avval imoniy son edi. Shunday son edi. Biz ham virgulni 3 xonasini tushirdik. 0.7 bo'ldi. Keyin uni darajasini minus 3 qo'shildi. Endi xulosa chiqaradi. O'zingdan o'zing virgulni 10 tarafi necha xonasini tushirsang, 10 darajasini shunchadan minus bilan ko'rsatadi ekan murabbiylar. Tushunarli bo'ldimi gap? Shu virgulni necha xona 10 tarafi tushirsangizda, 10 darajasini shunchadan minus 1lar qo'shiladi. Masalan, 2 xonasini tushirsang, minus 1 minus 1 cho'ldi. Minus 2 bo'ladi. 4 xonasini tushirsang shu bo'ladi. Unisi minus 4 bo'ladi. Masalan, savol. 0.7 5 6 2 1 olsun. Men yaxshi virgulni ishora kelishim kerak ishora. Minus 4. Demak, 7562 butun 1 ko'paygan unisi
Tushundingizmi? Savol yo'qmi? Hamma tushunib oldimi? Kim savol bo'lsa aytmang, kimning savoli bor? Savol yo'qmi? Asal buni yana bizga gaplashamiz. Demak, xulosa chiqaraman. Virgulni o'zing o'ng'anni chala sushirsang, o'nni darajasini shunchadan minusga qo'shib qoladi ekan, minus bilan qo'shib qoladi ekan. Yana shu virgulni chat tarafga sushirsang nima hosil bo'ladi ekan? Plyusda. Shu virgulni masalan 3 xona sen chapga sushir. 2,8013 bo'ldimi? 3 xona chapga sushirdingmi shu narsani? 10 darajasini plus birlardan necha qo'shiladi? 3 qo'shiladi. Cho'ldiku. Ashuni bilan. Aşı plus birlar qo'shiladi, minus birlar qo'shiladi degan gapni tushundingizmi? Bunda tushundingizmi? Masalan, men shuni kelajakman emas. Qani. Bir tushiraman, 10 darajasini minus bir qo'shiladi. Yana bir tushiraman, yana minus bir. Yana bir tushiraman, yana minus bir. Yana bir tushiraman, yana minus bir. Ana endi 10 ni chansi oldi. Shuning uchun buni bo'lib ketgan. Tumaylarada tushundingizmi? Savol yo'qmi? Malades. Ana yetti. Demek xulosa chiqaradi. Virgulni o'zing 10 ga sushirsang, 10 darajalarni minus birlar qo'shiladi, chapga sushirsang, plus birlar qo'shiladi. Tushunarli bo'ldimi? Endi biz sizlar bilan yana bu qanday o'rganamiz? Sonning standart shakli. Sonning standart shakli. Sonning standart shakli. Buna savol beradilar. Savol beradilar. 2015 mana shu o'qtirman havo. 2015 paydadan yazmin tur dedilar. Keyin savol beradilar. Shu sonning dedi standart shaklga kelib berdilar. Men qarasam, turmatli son. Uni nasıl standart şekilde kelish kerak deb o'zim savol berdim. Bu o'zi standart shaklda gapir standart ne son bo'ldi, nega istadi? Keyin yo'q dedi. Sonni standart shaklda yozish uchun uning butun qismi shu 1 bilan 9 ning orasida bo'lishi kerak. Hamma tushunadi, 1 bilan 9 ning orasida bo'lishi kerak. Bu ish sonimiz butun qismi nimaga teng? 2015 o'zlari. Chunki bu 2015 butun 0. Shuni tushunasizlar bu narsani. Butun qismi chekan shunaqami? Hamma javoblar bersa? 2015. 2015.